Aqlli issiqxona bu 100% bitmadi. Qizlar yoqmasa chiqib ketaveringlar. Qo'ldan taqdiramiz. Havoning issiqligi, tuproqning namligini o'lchaydi. Avtomatik svetlar kechqurunga qarab o'zi yoqiladi. Kun teplitsaning qizishi bilan avtomatik bu o'zi ochiladi. Tuproqning namligi pasayib ketsa keyin o'zi avtomatik suvib beradi. Nasoslari bor. O'ttiz yordamida boshqasidan bo'ladi. Telefonda mana harorati, namligi hammasi ko'rsatib turadi. Telefonda ko'rsatib turadi. Internetga bo'lsa boshqarib ketaveradi. Isib ketsa, demak, Kes avtomatik o'zi ochadi. bu yoqdan davom etkazib qo'yarlar. Ko'rinsin. Quyosh paneli yetishmaydi. Quyosh paneli qo'yiladi. Hozir bizada kichkina sxema bo'lgani uchun 12 volt ishlaydigan bo'lgani uchun maket bo'lgani uchun quyosh paneli qo'yilmagan. Agarda bu 3 voltda bo'ladi, endi bizga kerak emas bo'lgani uchun shunday qilmaganmiz. Faqat bu darabotkasi borligi uchun hali qilinmagan. Tuproq namligini mana bunaqa 7-sinfda bor mana shu. Mana shu narsa bor. Fez 28 mi? 20 mi? Demak buni. Demak tuprog'i, shlangalari, sug'orishlar, sug'orishlar, kapilyatsiyalar, qizlar gaplashib olinglar. Yoqmasa chiqib ketinglar, iltimos. Xohlasa 80% qolib ketadi. Hamma yo'q. Cho'tka. Ventilyasiya ham bor. Tak, demak mana. Ventilyasiya ham Uyda bor. demak Hozir mana shu ventilyasiya hali ulanadigan ozgina joylari bor. degan joylari bor. Bu ishlaydi. Hozir endi biza programmalarni qo'yganimiz uchun ichida issiqlik oshib ketsa, 30 gradusdan oshib ketsa, samodelning o'zi eshigi ochilib, havoni aylantirib, sen suv tushirib bermoqchimiz. Orqa tomondan Mana ishlayotganda Tomonda miya turibdi. lampochkalar yonib, Mana Arduino'da qilingan. Arduino'da mana lampochkalar ishlayapti. Ozgina darabotkasi bor, hali qila olmadik. Bu mana ishlayapti. Hozir bizada o'sha nasos suv haydayapti, yer qurib ketdi, nasos suv haydaydi. Mana nasos o'rniga mana bunaqa qo'yib qo'ydilar. Suv, nasos tashab qo'ydilar. Bu ham nimada? Avtomatik bajariladi. Aqlli. Havoni teplitsaning ichida, issiqxonaning ichi isib ketsa, qaysi o'simlik yegsanglar Suv haydayapti nasos. suv haydayotgan mana qo'l bor bo'ladi. Tuproq namligini mana bu datchik bor. 7-sinfda 231-betda turibdi bu mana. Demak, sekin mana tuproq sekin namlanib boradi demak mana. 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 Lamplar qilingan. Mana lampochka. Tomchi tizimiga o'tgan. Tomchilar Bizda tomchilatib sug'orishlar o'tdik. Amaliyotda qo'llanib qaysi fanlar qishloq xo'jaligi tashkil etish, robototexnika fanlar uyg'unligida bo'ldi. Allohga shukr. Mana yonyapti, to'raslar, nasos ishlayapti, bu ishlayapti. Eshigini ochib yopishi hozir bitta bunaqasi sal daramotka ishi bor. Ketak mana sveti yoqdi, nasos ishladi, sug'ordi. Faqat bitta eshik isib ketsa, issiqxonada isib ketsa avtomatik ravishda o'zi mana ko'rasizlar hammasi pultda. Hammasi pultda bajariladi. Ustoz bu kabinetlarni qanaqasini? Ha, kapilyatsiyaning shlangalari oddiy, juda oddiy qildik. Mana suvlar, mana qarang, suvlar. Mana sekin namlanyapti mana. Tomchilatib sug'orish. Tomchilatib sug'orish demak, sekin demak bu sekin demak bu namlanib. 10 sinf ekan. 10 sinf ekan. Savollar bor mana tomchilatib sug'orishingiz ham bor, robototexnikasi ham